Rasmga uncha e'tibor bermaymiz. Xullas kalom bu yo'lovchi tashuvchi samolyot, ya'ni bizning kabutarchamiz. Bu esa burgutimiz, ya'ni qutqaruvchi samolyotimiz. Burgutimiz, kabutarchamiz agar havoda muammoga uchrab qolsa, bunga yordamga yetib keladi va buni o'z changallari bilan ushlab, insonlarni xavfsiz hududga, ya'niki qutqaruvchi samolyotimizga o'tkazishadi. Ya'niki bu yerdan insonlar uchun lift tushiriladi. Bunaqa lift. Bu davrda qutqaruvchi samolyotimizning trosli changallari bu samolyotimizni ushlab turadi. Turli qismlardan ushlab turadi va bu falokatga uchraganda uchuvchi tezlikni pasaytiradi. Qutqaruvchi samolyot yetib keladi va bu samolyotni ushlab oladi. Keyin esa qutqaruvchi samolyotdan lift tushiriladi. Insonlar lift orqali yuqoriga chiqishadi va insonlar xavfsizlikka chiqishgandan keyin qutqaruvchi samolyotning boshqa eshigidan mana bu yoqdagi boshqa eshigi orqali ular navbatdagi samolyotga o'tkaziladi. Navbatdagi samolyotga o'tkaziladi va ular xavfsiz bo'lgan aeroportga olib ketiladi. Chunki qaysi aqlli inson aviahalokatga uchragan samolyot ichida insonlarni qoldirishi mumkin? Axir inson hayoti samolyotdan ustun emasmi? Xullas shunaqa. Va bu samolyot ularni xavfsiz joyga olib ketadi. Xavfsiz. Bu albatta vaqt talab qiladi. Buning to'g'ri vaqtini belgilash juda muhim, chunki samolyotda ahvol qanaqa ekanligini bilish qiyinroq masala. Buni aniqlash uchun esa bu yerda bizga sun'iy intellekt yordamga keladi. Bu yerdan sun'iy intellekt bunga qaratiladi. Sun'iy intellekt. Va bu samolyotning qayerda muammoga duch kelganini aniqlaydi va bu qutqaruvchi samolyot shunchaki o'zi kelib insonlarni olib ketmaydi. Bu yerda maxsus guruh bo'ladi buni ichida. Maxsus guruh. Bu insonlarni